Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Andijon viloyati Asaka tumanida ishimizni yakunladik. Hop, ko'cha shapkamiz uzunligi 20 metr, eni 70 chiqqan. Dorixonamiz 4 metrga 5 metr. Ichkari shapkalarimiz 20 metrga 20 chiqqan. Общий kvadrati 97 kvadrat ketgan ob'yomimizdamiz. Hop, bu joyimiz jami summasi 14 million 500 ming so'mga. Tarnovlari, rombi oynaklari, tunikafon hamma rasxod ichida qilib bitkazib berdik. Qoshimiz ham yangicha stildagi qosh. Mana ko'rib baho berasiz, o'zi ham juda go'zal holatda keldi. Dorixonamiz ham o'zgacha uslubda, o'zgacha dizaynda yaratildi. Inshaalloh qo'ldan kelgancha go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Hop. Bizga bemalol videolarimizga like, kommentlarda ayamasdan bosib tursanglar, bundan da go'zal videolarni olib, xudo xolasa sizlarga taqdim etamiz. Hop, nima savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozaverasizlar. Yana bir ko'cha shapkasi. Qo'riqlari hamma rasxod ichida. Hop, tanlovimiz ham mana bestik tanlovlardan. Hozirgi kunda 1 metr kvadrati 65 ming so'mdan uzunligi. Hamma rasxod ichida. Sog' bo'lasizlar, o'zinglarga ehtiyot qilasizlar. Hop, bugun Arafa, ertaga hayit ayyomi, barchani hayit ayyomi bilan tabriklayman.